Mana Ungarvarona Forish tuman Agrobank Forish filialidan 50 million kredit olib, uni maqsadli ravishda foydalanib, undan atigi 10 tagini mayda mol olib, shuni 22 taga ko'paytirib, undan tashqari yana bitta mol olishga muvaffaq bo'lgan. Ularga mana shunday katta doshqozonlarda yem qaynatib berib, hamda hashaklarni maydalab berib boqib kelmoqda. Mana bu yoqda yemni yeb dam olib yotganlari, bu yoqda esa yana bu yoqda ham bor. Mana nar yoqda qo'zilar ham bor.